Assalomu alaykum savoqdoshlar. Biz hozir ilgirki 10-darsda tushunmagan mazmunlar bo'lsa, 10-darsning muzokarasini va bugungi 11-darsning muzokarasini qilamiz. Sizlar bugungi darsda tushunmagan mazmunlar bo'lsa, darsxonaga tashlasanglar, men tushuntirib qo'yaman. Unda bo'lsa savoqdoshlar, biz 10-darsda tushunmagan mazmun bo'lsa, biz hozir bugungi darsdagi grammatikalik mazmunni sizlar savol so'rab bo'g'icha qisqacha bir eslab o'tili. Biz ilgirki soatlik darslarimizda şu fe'li modi bilan tunishib chiqdik. Endi biz bugungi 10-darsdan boshlab fe'li mudori bilan tunishga boshladik. Fe'li mudori bu 3 xil ma'noni ifodalaydi. Biz 10-darsda buni so'zladik. Birinchisi bu hozirgi zamonni ifodalaydi. Bu ko'p xil ifodalash usuli. Fe'li mudori hozirgi zaman. Masalan, ana akulu ta'am desam, men tamoq yeyapman. Ana aktubu dars, men dars yozyapman. Ana aqra'ul Qur'on, men Qur'on o'qiyapman. Deganga o'xshagan hozirgi zaman ma'nosi ko'p xillarda keladi. Undan keyin bu odatda zarflarningki ya'ni vaqt ravishidan billa bir jumla kelib qolsa, bu vaqtda bu kelgusi zamonni bildiradi. Masalan, ana azhabu ila suqi gadan desak, masalan, men ata bazaga boraman. Bu yerda kelgusi zamonni bildiradigan bir vaqt ravishi bilan birga kelgachga, bu yerda kelgusi zamonni bildiradi. Ondan boshqa biz bugun so'zlagan sin degan harf fe'li mudorining 5 kelgan vaqtda, bu vaqtda mutlaq kelgusi zamonni bildiradi. Ya'ni sa'azhabu ila suq bazaga boraman, sa'azhabu ila Makkaga boraman deganga o'xshagan. Ondan boshqa savfa, biz buni bundan keyin so'zlaymiz. Savfami kelgusi zamonni bildiradi. Sin bilan savfaninki farqi, sin yaqinqi kelgusi zamonni bildiradi. Savfa yiroq kelgusi zamonni. Ya'ni savfa adhabsam pat yaqinda boraman degan bo'ldi, ammo bugun yoki at emas. Ya'ni pat yaqinda boraman degan bo'ladi. Endi biz bugungi darsda birinchi qilgan mazmun nima deganda ko'rganinglardek fe'li mudori'ninki 14 xil turinishi bilan tunishib chiqdik. Fe'li mudori'ninki 14 xil. Buning 6si 3-shaxs, 6si 2-shaxs, 2si 1-shaxs, jami 14. 3-shaxsning 6sining 3i erlik, 3 ayollik. Masalan, yef'alu bu bir o'lcham. Yef'alu, yef'alani, yef'aluna, tef'alu, tef'alani, yef'alna. Tef'alu, tef'alani, tef'aluna, tef'alina, tef'alani, tef'alna. Ef'alu, nef'alu. Her qanday 3 harflik bilinen mush xil o'lchamga hisob turilsakchu bo'ladi. Masalan, yezhabu, yezhabani, yezhabuna, tezhabu, tezhabani, yezhabna. تذهبوا تذهبان تذهبون تذهبين تذهبان تذهبن أذهبوا نذهبوا. Ben süratlik verip koydum. Yef'alu ölçümünü kelgeni 3. şahs erlik birlik, yef'alani erlik ikilik, yef'aluna erlik köplük. Tef'alu 3. şahs ayarlık birlik, tef'alani ikilik, yef'alna 3. şahs ayarlık köplük. Hem 2. şahs erlik birlik olan 3. şahs ayarlık birlik yani siyaqıda oxşap gidiyor. Görünüşü de oxşap gidiyor. Mesela tef'alu 3. şahs ayarlık birlik. Tef'alu 2. şahs erlik birlik. Bunu qanday ayırıyımız degende cümleniki baş ayıq qarab aravasak buludu. Tef'alani 2. şahs erlik ikilik, tef'aluna 2. şahs erlik köplük. Tef'alina 2. şahs ayarlık birlik, tef'alani 2. şahs ayarlık ikilik. Tef'alna 2. şahs ayarlık köplük. Ef'alu 1. şahs er ayal ortaq, nef'alu 1. şahs er ayal ortaq köplük. Ana şu boyunca 14 türü bo'ladi. Demek bunun qurilmasi fe'l modiga o'xshaydi, ammo buning harflarininki o'zgarishi o'xshamaydi.
Sizlar buni pishiq yodlashinglar kerak. Mush yef'aluni pishiq yodlasanglar, qolganning hammasi mushuningga o'xshash. Ya'ni har qanday fe'lni mush o'lchamga solsanglar bo'ldi. 3 harflik fe'lni. Masalan, yajlisu yajlisan yajlisuna, tajlisu tajlisan yajlisna deganga o'xshagan. Hamma fe'lni mush o'lchamga solsanglar bo'ldi. Bu haqda tushunmagan savollar bo'lsa, solsanglar bo'ladi. Endi ikkinchi qilib biz bugun o'rgangan mazmunimiz nima deganda, men bayatdan tushuntirdim. Fe'l mudori'ning 3 xil ifodalash shakli va 3 xil ifodalanish shakli va bu 3 xil ifodalanish 3 xil ifodalanish shaklining buningki birinchisi hozirgi zaman bu eng ko'p qo'llaniladi. Ikkinchisi kelgusi zaman. Bu odatda kelgusini bildiradigan ravishlar yoki sin harfi qo'shilib qolgan vaqtida kelgusi zamanni bildiradi. Masalan, azhabu berwataman degan ma'noda azhabu shu boraman. Masalan, inshaalloh bir haftadan keyin Makkaga boraman degan bo'ladi. Endi ikkinchi mazmun nima deganda, ikkinchi mazmun fe'li mudori'ni bulutsiz qilish. Biz fe'li modini bulutsiz qilishni uchun o'rgandik. Masalan, fe'li modida zahaba badi. Buni bulutsiz qilmoqchi bo'lsak nima bo'ladi? Ma zahaba bamidi degan bo'ladi. Ma zahaba bo'lsa bamidi. Ma zahaba bamidi. Endi fe'li mudori'ni qanday bulutsiz qilamiz degan vaqtimizda la yazhabu bamaydu. La yazhabu bamaydu degan bo'ladi. Demak, ma fe'li modini bulutsiz qiladi, la cho fe'li mudori'ni bulutsiz qiladi. Lekin eksikasi bo'lamdi, ya'ni ma da fe'li mudori'ni bulutsiz qilib, la da fe'li mazini bulutsiz qilsak bo'lamdi deganda bunday ahvolmi keladi, ammo bu eng fasohatligi shu ikki xil shaklda kelishi. Ya'ni ma'ning maziga, la'ningki muzoriga. Ammo grammatik jihatdan xato bo'lmaydi. Shunday gap qolsin. Endi undan keyin biz nima o'rgandik degan vaqtda, undan keyin biz harfi shart bo'lgan ammani o'rgandik. Ammaning ma'nosi bu odatda amma deb tarjima qilsak bo'ladi, bu shart ma'nosi. Amma man desak, sizning bo'ldi desak, fa askunu bu javob bo'ldi. Amma shart ana ammaningki bir ismisi deb qarasak bo'ladi. İsmi shart fa askunu javob bo'ldi. Ammo man bir tuqqanim bilan qanday qilaman? O'ltiraman. Bu yerdagi fa askunu ma'a qaribin li deganimiz o'ltiraman, ma'a billa qarib tuqqan degan gap. Li mening. Agar bu yerda fa askunu ma'a qarib esa tuqqanim bilan o'ltiraman degan bo'ladi. Askunu ma'a qaribin li esa tuqqanlarimning ichidan bir tuqqanim bilan o'ltiraman degan bo'ladi. Farqi shu. Biz buni kitob darsida tushuntirib o'tdik. Demak, bugungi darsdagi asosli grammatikalar mushu. Unda boshqa sizlar tushunmagan mazmunlar bo'lsa, so'rasanglar bo'ladi. Inshaalloh biz atki darsimizda imtihonning muzokarasini qilamiz. Inshaalloh imtihon savoli at e'lon qilinadi. Imtihonningki natijasi atda e'lon qilinadi. Endi tushunmagan mazmunlar bo'lsa, so'rasanglar bo'ladi. Men hozir javob beraman. Tushunmagan mazmunlar bo'lsa so'ranglar. Va bugungi darsimiz, ya'ni 11-dars bir kunlik dars savoqlashlar, chunki buning mazmuni bunday cho'ng emas, ham aytki darsning mazmuni bak qisqa. Tushunmagan mazmunlar bo'lsa, so'ranglar. Unda bo'lsa savoqdashlarning tushunmagan mazmuni yo'q o'xshaydi. Inshaalloh biz kelar 2 soatlik darsimizning muzokarasini ko'rishaylik. Assalomu alaykum.